Akça 77.00 neç pul? 1 milyon 700 ming so'm. Sochi Pro'chi? 1 milyon 700 ming so'm. Ayni 78.00chi? 1 milyon 900 ming so'm. Sochi Pro Wi-Fi'chi? 1 milyon 900 ming so'm. 88chi? 2 milyon 500 ming so'm. Dopplerchi? 2 milyon 500 ming so'm. 88 bilan Doppler nima farqi bor? Inomarka bilan Gem'ning farqini bilasizmi? Aha. Bilasizmi? Inomarka kayf boshqacha-da. Ha, bo'ldi. Agar bilsangiz so'rayman. Buni Inomarka minganlar biladi, boshqasi bilmaydi. Chunki faqat biz Gem 96-yildan beri Gem minganmiz, a. Bundan keyin ham Gem minamiz, undan keyin ham Gem minamiz. Mana bularni kayfini bilmay o'tib ketamiz, a. Bu videoda kimga jo'natishni bilasizlar? Hech qanday neonlangan e'tiroz yo'q. Bir kishi so'ragani uchun qo'ydim. Ikkita usletel bilan bitta usletelda taqqoslasa ot bilan eshakda nima farqi bor deydi-ki? Otni eshakdan ustunligini tushuntirib berish uchun u otni tushunmasligi kerak. Ot bilan eshak farqiga bormasligi kerak bo'ladi bergan savol egasi. Inspektor ham bor. Men вообще-то neonlanni ham inspektorda ham reklamasini qilmayman. Lekin sotuvda bor. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa. Bizda Silverstone liboyni choyini ichib qo'yadi. Mana bu limon choyidan. Sog' shavet, omon shavet.